Balla kesip tanlayotgan vaqtında ota-onasının rolü necha rol o'ynaydi? Bola kesib tanlayotgan vaqtda ota-ona dimon bosim o'tmasligi kerak. Masalan, men kichkina vaqtimda doktor bo'lishni xohlaganman. Men bo'lolmaganman va meni bolam doktor bo'lishini xohlayman. Men bola matematikaga qiziqadi, yo bo'lmasa fizikaga qiziqadi, lekin men farqi yo'q. Biologiya bilan kimiyani o'rganishi kerak va doktor bo'lishi kerak. Bu umuman noto'g'ri narsa. Masalan, har bir bolaning individual o'zining qiziqadigan narsasi bor. Ba'zi bir bolalarning miyasi matematika, fizikaga qiziqadi. Ba'zi bir bolalarning tarix bilan geografiyaga qiziqadi, ona tiliga qiziqadi. Ba'zi birlari sportga qiziqadi, ba'zi birlari tasviriy san'atga qiziqadi. Bolaning qiziqadigan narsasidan kelib chiqqan holda ishlasadi. Masalan, o'g'il bola bor, rasm chizishni yaxshi ko'radi. Buni rassom bo'lishi shart emas, lekin arxitektor etsangiz bo'ladi. Chunki baribir arxitektor odam rasm chizadi, uylarni rasm chizadi. O'zining ichidagi hobbisini chiqaradi, ya'ni o'zining ichidagi holat turgan narsasini atadi va shu sohada kuchliroq bo'lishi mumkin. Aynan arxitekturaga qiziqib turgan bolani bu yana tortib turib olatlar adabiyoti yo bo'lmasa musiqaga bo'lmaydi. Odamning o'zining qobiliyati bo'lgan narsa bor, o'zini tortib biladigan narsasi bor. Aynan shu narsaga yo'naltirish kerak bolalar.